qismlarimiz haqida o'sha gapni ham hozir aytib ketmoqchiman, anglashimni. Haqiqatda mana Chorniy materiya serialini ko'rgansizlar, Interstellar filmini ko'rgansizlar. Mana shu bizning multiversiyalarimiz haqidagi bilim sizlarda ko'paytira qildi, mustahkamlandi, tushundinglar nimaligini buni. Juda bir hali chuqur anglamagan bo'lsangiz ham bildingizki, bizda versiyalarimiz juda ko'pligini. Biz bir vaqtning o'zida turli xil o'lchamlarda mavjudligimizni. Даже bilmaymiz ham, hozirgi mana shu proyeksiyamiz haqiqiymi yo'qmi, realmi? Buni ham bilmaymiz. Ya'ni balkim tushimizdagi proyeksiyamiz, tushimizdagi variantimiz o'zi основной игрокdir-da. Xuddi mana Avatar kinosida ham ko'rsanglar, o'sha Avatar o'zi yotadi tanasi, a bu yoqda uni avatar yuradi. Ya'ni real hayotda o'yinning ichida avatar yuradi. Xuddi shunaqa bizning ham balkim bir основной bir qanaqadir markaziy sentralniy tanamiz balkim boshqa o'lchamda, hozirgi bu yurgan uni avatari. Shunaqa deb bo'lgan bo'ladi. Mana shu multiversiyalarimiz ko'pligi haqida anglash keldida. Ya'ni bu mana shu sizlar yozgan xabarlarni mana shu bilim sizni tortib kelgani, ilm kuchi, chastotasi, vibratsiyasi Instagramdan yoki yana qayerdandir tortib olib kelgani kanalga. Siz o'sha audiolarni eshitib, sizda kuchli anglashlar bo'lgani, holatingiz o'zgarishni boshlaganda, chunki birlamchi narsa birinchi o'chirda bizning holatimiz. Mana shu holat insonning hayotini belgilaydi, taqdirini belgilaydi. Insonning holati, uni boshqa imkoniyati, boshqa talanti, yana nimalardir emas yoki egosi emas. Inson ichki holati. Shu sizlarning yozganlaringizdan o'qib tushundimki, mana bu signallar menga mana shu nimani his qildim. Sizning yozganlaringizni o'qib, nimani his qildim. Mana shu hisni men juda ham oldinlari o'sha vaqtlarda, o'sha 2008, o'sha 2010, ya'ni yildan yilga men shu hislarni olgan ekanman. Xuddiki signal tarzida men tushunmasdim. Bu narsa juda ham qisqa glitsa qilardi. Даже 1 sekund emasda. Ya'ni shunaqa his keladi-ku, keyin uni yo'qotib qo'yasiz. Keyin uni miyada qaytarishga harakat qilasizda, uni deja vu deb ham ataladi. Lekin u deja vu emasda. Shuni ulavit qilish, ushlab olishga harakat qilsangiz ham eslolmaysiz bu narsani, boshqa qaytib his qila olmaysiz. U shundoq onda bir o'tadi, milkat qiladi, bo'ldi-da. U o'sha onda qanaqadir sizga murashqa keladi, his keladi-da. Voy deysizda, bo'ldi. Siz uni boshqa qaytib topa olmaysiz, ulana olmaysiz o'sha holatingizga. Ya'ni bu sizni o'sha kelajakdagi versiyangizdan o'zingizga signal, o'zingizga qaratilgan signal, o'zingizning qismingizdan yuborilgan signal. Xuddi o'sha Interstellar kinosidagi yoki o'sha Chorniy materiyadagi qizlar, hislaringlarni ham yozib turinglar, uyg'unlashib turinglar. Men qaysi temada gapirayotgan bo'lsam, o'sha yerda rezonans his qilishingiz bilan yozib ketaveringlar chatga. Men mana shuni his qilyapman-da, menda ham bo'ladi yoki bunaqa. O'zinglarning hislaringlar bilan bo'lishib turinglar. Mana shu narsani aytmoqman sizlarga. Xohlaganlar o'zini bloknotiga insight ko'rinishida yozib ketsa bo'ladi. Xohlasanglar botga yozib ketinglar. Bu chat ham sizda bir bloknotingizda, qolganlarnikini ham o'qiysiz. Mana shunaqa kelajakdan o'shunaqa passiv doim olgan ekanman aslida. Hammamiz shunaqamiz, hammamiz olamiz. Kelajakdagi sizni versiyangizdan u уже kelajakdagi versiya siz yuqori ongli, уже более осознанный. Misol uchun siz 18 yosh paytingizda o'zingizni 40 yoshlik versiyangizdan belgi olishingiz mumkin, signal olishingiz mumkin. Ko'pinchalik qalb yopiq bo'lgani uchun, bizning ongimiz yopiq bo'lgani uchun mana shunaqa bitta chiziqli ongda yashaydi inson. Uch o'lchamda, ikkinchi o'lchamda yashayotgan odam ongi shunaqa bitta chiziq bo'ladi-da, biqiq, qanaqadir plotniy bo'ladi. Qattiq bo'ladi-da. U moslashuvchan, egiluvchan, yangi informatsiya qabul qilishga tayyor emas, qo'rqoq ong bo'ladi. Shunaqa ong. Ya'ni полностью avtopilotda yashaydigan ongda yashayotgan odam mana shunaqa belgilar unga har doim keladi signal. Yuqori versiyalaridan, o'zini более осознанный, ongi o'sgan versiyalaridan, u chunki ayni damda hozirgi onni o'zida boshqa o'lchamda mavjud.